Assalomu alaykum, barchaga xayrli tong. 30-may Najaf Aramco filialimizda ikkinchi patsientkamiz. Yoshlari bor yo'g'i 26 da, erkaklik faktori, bepushtlikni birlamchi 6 yilga yaqin. Qo'shni davlatdan murojaat qilishgan. Distansionniy programmada olib borayotgan paytimizda patsientkamiz o'zlari xohlagan vaqtlarida oxiri qilinadigan finalniy triggerimizni ertalabdan qilib olganlar. Hisobimiz bo'yicha biz funksiyani kecha kechqurun 10 da qilishimiz kerak edi, lekin polikullarni kichkina razmerida olingan finalniy trigger bo'lgani uchun kechasi 10-11 da butun brigadani ishga chiqargandan ko'ra ertalabgacha qoldirishga ahd qildik va hozir 9 ta tuxum hujayra oldik. Kirganimda butun qorin bo'shlig'i suyuluvda, ovulyatsiya bo'lib ketgan. Suyuluvning ichidan mana hozir embriologimiz 11-kletkani topdilar. Demak, ovulyatsiya ertalabga yaqin bo'lganmi? Xullas, tuxum hujayralar yo'q bo'lib ketmagan. Hozir Douglasdan biz mana 3-4 ta folikuldan 11-12 ta tuxum hujayra topdik. Bizning yutug'imiz qizimizning yoshi juda yosh bo'lgani uchun va sog'lom bo'lgani uchun shu holatda hozir kuzatyapmiz. O'shaning uchun doktorlar bergan vaqtini o'z vaqtida, o'z kunida, soat minutida qilishga juda ham muhimligini tushunib yetishlarini tilab qolamiz. Hammaga xayrli kun.